Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil medhiyeler alemlerin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Alloh taologa xosdir. Alloh taoloni chin qalbimdan medhiyelayman, uningga hamd sano etaman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyumli payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhisalomga durud, duo ve salam yo'llayman. Uning oila tavobatlariga, sahobalariga ve ta qiyomatgacha uning yo'lida mangdigan musulmon qarindoshlarga baxt saodat tilayman. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Hurmatli o'qirmanlarimiz, endi huzuringizga baxt saodatning 40 retsepi nomli kitobimizni o'qib berishni davomlashtiramiz. Ikkinchi retsep: erishganlaringizga shukr qiling. O'limala dunyodagi mumkin bo'lmaydigan matematika sizga berilgan ne'matlarni sanab chiqishdir deydi. Demisimi fan texnika taraqqiy qilib hamma narsani sanab chiqqan taqdirdami, qumning sonini, dengiz to'lqinlarini sanab bera oladigan matematika bo'lmagandek, Alloh taolaning ne'matlarini sanab bera oladigan fan texnika yo'qdir. Ahvol shunday tursimi, insonlarning to'lisi o'ziga ato qilingan ne'matlarning qadrini bilmaydi. Hatta his qilmaydi. Faqat shu ne'matlarning birasidan ayrilib qolgan chaqdala uning qadrini biladi. Arab tilidagi ash-shukru so'zining ma'nosi rahmat etish, minnatdorlik bildirish va tashakkur etish deganlik bo'lib, islom atalg'usida yaxshilik qilganning yaxshiligini e'tirof qilish va uning yaxshiligini qaytarish, ne'mat berguchiga minnatdorlik bildirib, uni til, dil ve amalda ifodalash deganlikdir. Shukr iymonning yerimi bo'lib, yana bir yerimi savrchanlikdir. Iymon bu ikkisi bilan takomillashadi. Shunga shukr eng yuqori martabalik ibodat sanaladi. Imom Ibn Rajab shukr til, dil ve ish harakat bilan ado qilinadi degan. Birinchi, til bilan ado qilinadigan shukr ne'mat berguchining ne'matlarini va ato ihsonlarini til orqali so'zlash ham sanash bilan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va amma bi ni'mati robbika fahaddis, ya'ni Rabbingning ne'matini og'zingdan tushirma. Ya'ni Alloh taolo sana ato qilgan ne'matlarni boshqalarga keng so'zlagin va minnatdorligingni so'zda ve amalda ko'rsatgin deb ta'lim bergan. Payg'ambar alayhisalom bu ma'nini texmi izohlab tushuntirib, o'ziga ato qilingan ne'matni kishilarga so'zlash shukr qilganlikdir, uni yoshirish tuzkurlik qilganlikdir degan. Ikkinchi, dil bilan ado qilinadigan shukr ne'mat berguchining ne'matlarini va ato ihsonlarini e'tirof qilish, yurakdan uningga minnatdor bo'lish va uni so'yish bilan ifodalanadi. Tabiiyki, birovning yaxshilikni e'tirof qilgan, uni yuragidan so'ygan va uningga qarata o'zining tashakkur burchi borligini his qilgan odam uni rozi qilish va mamnun qilish yo'lida qo'lidan kelganini ayimaydi. Uning nafratiga uchrab qilishdan hazar qiladi. İnsanlar o'ttirsidagi ishlar bundoq bo'lgan edi. Tamomiy ne'matlarning ve cheksiz ato ihsonning egisi bo'lgan Alloh taologa bo'lgan tashakkur burchimizni qandoq ato qilishimiz kerak? Alloh taolo bizga ato qilgan sonsiz ne'matlari ve cheksiz ato ihsonlari badaliga bizdan ko'p narsa so'ramaydi. Faqat din ve dunyolik har qanday bir ishni Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha qilish ve her ishda uning roziligini oldingi o'rinda qo'yib, qitirqinib qilishni so'raydi. Buningmi bexillik qilamizmi amdi? Üçüncü, ish harakat bilan ado qilinadigan shukr. Ish harakat bilan ado qilinadigan shukr ne'mat berguchining ne'matlarini va ato ihsonlarini gunoh ma'isatlarga, Alloh taologa osiylik bo'ladigan ishlarga, shundaqla har qanday bir yomon ishga sarf qilmasdan, faqat Alloh taoloning amri farmonlarini o'rindashga va yaxshilik yo'llariga sarf qilish bilan bo'ladi. Masalan, tansoqlikdan iborat bu katta ne'matni olaylik, uni o'yin tomosha va harom ko'ngil etishlarga ishlatib tugatmasdan Alloh taologa ibodat qilish, ustimizdagi farz vojiblarni o'rindash va insoniyat uchun foydali bo'lgan ishlarni qilish bilan o'tkazish
bu ne'matni ato qilg'uchiga shukr ado qilganlik bo'ladi. Aksicha qilish ne'mat berguchiga tuzgurlik qilganlik bo'ladi. Shukrning turlari ko'pdir. Pul molning shukrisi uni isrof qilmasdan, foydasiz ishlarga buzib chashmasdan qo'llanish, uning zakatini to'liq berish va Alloh taolo rozi bo'ladigan va savob bo'ladigan ishlarga, shundaqla yaxshilik yo'llariga sarf qilish bilan bo'ladi. Buningdan ma'lumki, Alloh taologa shukr qilish, shukri Alloh deb og'zaki shukr etish bilan ado topmaydi. Balki bu shukrni amalda qilib ko'rsatish talab qilinadi. Bu turdagi shukr yo'qsullarga va har qanday hojat egasiga atag'anlarni berish bilan ado topadi. Ilm ma'rifatning shukrisi bilganlariga to'liq amal qilish, uni insonlarga o'gitish, ularning bilmaganlarini bildirish bilan ado qilinadi. Pul molning zakati shu pul moldan ma'lum miqdorni yo'qsullarga berish bilan ado topgandek, ilmning zakati bilganlarini boshqalarga o'gitish va bildirish bilan ado topadi. Doktor Aiz Al-Qarni G'am qilmoq nomli asarida mundaq deydi: Sizni Alloh taolaning son-sanoqsiz ne'matlari cho'qqingizdan tapiningizgacha qo'rshab turyotidi. Siz buni his qilyapsizsiz? Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha." Ya'ni sizlar Allohning ne'matini sanab tugatolmaysizlar. Teningiz saq, ko'nglingiz xotirjam, kundalik lazzatlik yemak-ichmaklaringiz hozir, kiyim-kechaklaringiz to'liq. Dunyo bütün ne'matlari bilan sizning ilkingizda. Hayot bütün go'zalliklari bilan sizga oid. Siz bularning hammasiga egasiz, ammo o'zingiz buni his qilmaysiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Alam taraw anna Alloha sakhkhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi va asbagha alaykum ni'amahu zohira." Ya'ni sizlar Allohning osmonlardagi va zamindagi hammani sizlarga bo'ysundirib berganligini, ne'matlarini oshkora va yo'shirin holda sizlarga ato qilayotganligini ko'rmadinglarmi? Ikki ko'zingiz ko'radi, qo'lingiz tutadi, tilingiz so'zlaydi, quloqingiz anglaydi. Bundan boshqa jami a'zoyingiz joyida ishlab turmoqda. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Fa bi ayyi ala'i robbikuma tukazziban." Ya'ni endi sizlar Rabbinglarning qaysi bir ne'matini inkor qila olaysizlar? Ikki putingizga tayinib mengishingiz oddiy ishmi? Putingizning birasi qardan chiqsa qanchalik qiyin ahvolga tushib qoladiganligingizni bilamsiz? Agar har ikkilisi qardan chiqsa-chi, dard alamlardan yiroq holda qong'udek uxlashingiz kichik ishmi? Bira a'zoyingiz og'riqdan dardlangan vaqtda uyqungiz kelamdi? Ko'nglingiz tatgan har qanday narsani yeyalaysiz. Muzdek sovuq suvni ichalaysiz. Agar teningiz saq bo'lmasa, shunda qila oladingizmi? Kasallik yoki yo'qlik sababli xohlaganini yeyolmaydigan yoki yegandimi oshqozni qabul qilolmay azoblanadigan kishilar bor. Buni bilamsiz? Allohga necha shukr qilingki, aqlingiz joyida. Sarang yoki nervisi ojizlardan bo'lib qolmadingiz. Agar shunday bo'lgan bo'lsangiz-chi, bilingki, Allohning sizga ato qilgan ne'matlari haqiqatan kattadir. Bir ko'zingizning birini tog'dak oltinga tegishib, yakchashmi bo'lib qilishga rozi bo'lamsiz? Quloqingizni dunyochi boylikqa setishga rozi bo'lamsiz? Tilingizni oltin, kumush va olmosdan yasalgan qasrga tegishib, tilsiz qilishga rozi bo'lamsiz? Ikki qo'lingizni bir döv yaqutga tegishib, cho'loq bo'lib qilishga rozi bo'lamsiz? Siz qatma-qat ne'matlar ichida yashayapsiz. Eng qimmatli boyliklarga egasiz. Lekin siz bularni bilmayapsiz. Bu qimmatli boyliklarni ato qilgan zotga shukr qilish u yoqda tursin, hamisha yo'qning dadi va atining g'am qayg'usi ichida umr o'tkazmoqdasiz. Har qancha namrat bo'lsangizmi, inoq bir oilangiz bor. Uyingizda issiq neningiz bilan issiq chayingiz bor. Yetib orom oladigan yumshoqqina yotiqingiz bor. Teningiz saq, eshib, teshib turmusimi, qadr ahvol tabovutingiz bor. Bularning hammasi katta davlatmanlik emasmi? Yo'qsullikdan nada kash bo'lsa, shu yerda qo'nib qoladigan. Bir nonga zor bo'layotgan bechoralarni ko'midingizmi? Tapqan puli doktorxonaga ketib borgan, doktorxonaning karvatlarini yillab makon tutib olgan,
og'riq dardidan dod faryod qilayotgan bemorlarni ko'mdingizmi? Siz qo'ldan berib qo'yganlaringizni o'ylab hasratlanasiz. Ammo qo'lingizda bor ne'matlar va boyliqlarga shukr qilmaysiz. Siz qo'ldan berib qo'yganlaringizni o'ylab hasratlanasiz. Ammo qo'lingizda bor ne'matlar va boyliqlarga shukr qilmaysiz. Azroq iqtisodiy ziyon uchun o'zingizni yo'qotib qo'yg'ili tas qolasiz. Ammo o'zingizning dunyoning barcha boyliqlariga tegishmaydigan qimmatlik ne'matlarga ega ekanligingizni his qilmaysiz. Sizda baxt saodatning ochqichlari bor. Sizda dunyoning butun boyliqlariga tegishilmaydigan qimmatlik boyliqlar bor. O'ylang va shukr qiling. Alloh taolo Qur'oni Karimda va fi anfusikum afala tubsirun, ya'ni o'zingizlarda Allohning qudrati va ne'matlarini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'mamsizlar? Ya'ni kelib Alloh taolo sizning shukr qilganingizga mamnun bo'lish bilan kifoya qilib qolmay, shukr qilganligingiz uchun sizga texmi oshirib berudi emasmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda la in shakartum la azidannakum, ya'ni shukr qilsanglar ne'matimni texmi oshirib beraman. İnsan tabiatida o'ziga yaxshilik qilgan kishini hurmatlash, uningga minnatdorlik bildirish va uning yaxshiliklarini qaytarishga tirishish xislati bor. Alloh taolaning ne'matlariga minnatdorlik bildirish, uningga shukr etish bilan insonlarning yaxshiliklariga minnatdorlik bildirish, ularga rahmat etish va ularning yaxshiligini qo'lidan kelishicha qaytarish bilan ado bo'ladi. Alloh taolaning ato qilgan sonsiz ne'matlarining mingdan hatto milliondan birini qaytarish sizning qo'lingizdan kelmaydi. Alloh taolo sizni chamingiz yetmaydigan ishlarga buyurmadi. Siz shukr babida faqat Alloh taolaning berganlariga roziligingizni izhor qilishga buyurilgan. Bunchilikni qilamamsiz? Alloh taolaga shukr etish shunchalik qiyinmi? Gerçi Alloh taolaning ne'matlari Alloh taolani to'nigan va to'nimaganlarning hammasini qo'rshab turayotgan bo'lsa-mu, bu ne'matlar uchun shukr qiladiganlarmi va shukr qilmaydiganlarmi bor? Shukr qilmaydiganlarning birasiga butun dunyoning boyligi berilgan taqdirdami, u yanada shukr qilmaydi. Chunki ozg'i shukr qilishni bilmaydiganlar ko'pgimi shukr qilmaydi. Vijdonli odam yaxshilikka mukofot berishni insoniy burch deb to'naydi. Bilamsiz, shukr bilan qanoat sizni baxtli qiladigan ikki cho'ng omildir. O'zingiz, oilangiz, tan sog'ligingiz, so'yganlaringiz, do'stlaringiz va atrofingizdagi olam to'g'riliq o'ylang va shukr qiling. Siz hargiz ya'rifuna ni'matallohi thumma yunkirunaha, ya'ni ular Allohning ne'matini to'naydi, ondan u ne'matlarni inkor qiladi deb sifatlanganlar qatoridan bo'lib qolmang. O'zingizdagi ne'matni ko'rib oling. Bir boy o'zi o'ltirayotgan uyni setib, uningdan yaxshiroq uy olmoqchi bo'lib, uyini xaridorga selish uchun e'lon chiqarmoqchi bo'pti. U uy mulkchilik ishlari bilan shug'ullanadigan bir do'stining yeniga berib, uyini setish uchun obdan bir e'lon tayyorlashni talab qildi. Shuning bilan uy mulkchi do'sti uning uyini sifatlab, tafsiliy bir e'lon hozirlab, buni uy egasining o'qib chiqishini o'tinibdi. Uy shundoq tafsiliy va to'liq tunishtirilganki, uning bog'chilaridan suv uzadigan ko'lchaklariga qadar, saroylaridan orom elish yotoqlariga qadar hammasi to'liq sifatlangan. Uy egasi o'zining uyining e'lonini o'qib chiqib, bu uyga amroq bo'lib qopti va bu uyning dal o'zi orzu qilgan uy ekanligini aytib, do'stidan bu e'lonni bekor qilib etishni, uyini sotmaydiganligini aytibdi. U do'stiga mundoq debdi: "Men yillardan beri mushundaq bir uyni orzu qilib kelayotgan bo'lsam-mu, uningda o'zimning o'ltirayotganligimni, mushu e'lonni o'qib chiqmoqchi bilmabdimi emasmi? Men ne'mat ichida turib, uni ko'ramabdimi?" debdi. Biz ko'pincha vaqtlarda o'zimizda bor ortiqchiliklarni his qilmaymiz. O'zimizdagi ne'matlarni ko'maymiz. Agar biz o'zimizning ilkidagi ne'matlarni va ortiqchiliklarni sanab chiqadigan bo'lsak, o'zimizning eng boy, eng baxtlik va eng talaylik ekanligimizni bilib qolamiz. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi kitob o'qishimizni mushada oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'linglar.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.